Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir obyektimizga keldik. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Agar niyat qilgan bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying. Bu uyga nimalar qilganimizni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rib turganlaringdek, bu mehmonxonasi. Hamma havas qiladi. Havas qiladigan darajada chiroyli chiqqan. Sizlarga ham nasib qilsin. Bu yerga keladigan bo'lsak, xonani holatidan kelib chiqib turib 12 tali stul va televizor qilib berdik. Televizorımizga keladigan bo'lsak, uzunligi 6 metr bo'ldi. Materiallar laminatdan, mijozimizning talabidan, yoqtirgan ranglaridan kelib chiqib tayyorlab berdik. Pastiga 6 ta tortma qilib berdik. Minimalizm bo'lishiga harakat qildik, iloji boricha. Bu yerda turetskiy ramkali oynalari bilan, polkalari ham oynadan. Yopilishlari ham yumshoq yopiladi. Bu tarafga keladigan bo'lsak, podsvetkasi bor. Borligi iloji boricha bilinmaydi. Bu tarafida ham xuddi shunaqa. Bu tarafida ham podsvetkalari bor. Turetskiy ramka oyna, polkalari ham oynalar. Bu stolimizga keladigan bo'lsak, 12 tali stul. Buni 15 ga 275 uzunlikda yong'oq materialdan tayyor bo'ldi. Akvariumli deyiladi. Stolimizga keladigan bo'lsak, ikki qismi ishlovlari MDFdan materiallari. TV zonamiz bilan stulimizning narxi 27 million so'm bo'ldi. Buni arziydimi yo'qmi kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan hozir oshxonani tanishtiraman. Bu obyektimizning oshxonasiga 220 ga 320 uzunlikdagi ajoyib yumshoq mebel tayyorlab berganmiz. Bu tarafiga keladigan bo'lsa, bu oshxona mebelimizga keladigan bo'lsa, 6 metr uzunlikda, 265 bo'yida krashinli MDF materialda oshxona mebeli tayyorlab berdik. Bu yeriga do'q konturlar joylangan. Tagi qismi bemalol katta buyumlar kirib ketish uchun bemalol sizga yetadi. Mijozimizning talabidan kelib chiqib kargo mexanizm, turetskiy oyna ramkalar, podsvetkalari ham bor. Vitichka, gaz, посудомоечный mashinasi, kir mashina, bu yerda smart moyka. Bu yerda hamma qiziqadigan sushilka mexanizm. Bemalol bo'yiz muammo bo'lmaydi, har qanday yukni ko'taradi. Mana o'ziga mos nechta narsa joylasangiz, bemalol ko'taradi, qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu yerda bitovoy texnikasi, mikrovolnovka, pech, xolodilnikni ham chiroyli qilib joylab yubordik. Bu oshxonamiz bilan ugalogimizning narxi ikkalasi 40 million so'm bo'ldi. Endi sizlar bilan spalniy xonalar bilan tanishtiraman. Bu obyektimizga ikkita spalniy garnito'r tayyorlab berganmiz. Xonaning dizayni, planirovkasidan kelib chiqqan holda ranglar berdik. Xullas, bu shkafimiz MDF materialdan tayyor bo'ldi, krashinli fasonda. Spalniy kravatimizga keladigan bo'lsak, materialli, yumshoq materiallarni tayyorlab berdik, bo'ylarini baland qilib. Bu tarafida trimosi, ixcham. Bu yerda pufigi, kengina pufik tayyorlab berdik mana. Xohlagan tarafingizda foydalanishingiz mumkin. Bu ikkinchi spalniy xonamiz. Birinchi spalniy xona bilan ranglari, dizayni bir xil chiqqan. Bu tarafda ham shkafimiz, spalniy kravatimiz, buni ham bo'ylari balandgina, fasonli, yumshoq materialda. Bu tarafda trimosi, pufigi. Bu ikkala spalniy garnituramiz 40 million so'mga tayyor bo'ldi. Qilgan ishlarimizni ko'rdilaring, yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, do'stlar bilan ulashinglar. Agar mebel xizmati kerak bo'lsa, pastdagi raqamga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.